Bir minut hozirgi oddiy zamonni o'rganamiz. Ya'ni present simple. Bu zamon doim takrorlanib turadigan ish harakatlar yoki doimiy haqiqatlarni aytish uchun ishlatiladi. Ko'plik uchun subject va verbni o'zidan foydalangan holda yasaladi. Ya'ni I go to school every day. Men har kuni maktabga boraman, doim takrorlanib turadi. Lions usually eat meat. Sherlar odatda go'sht yeydi. Bu doimiy haqiqat yoki doim takrorlanib turadigan ish harakat. Birlik bo'lsa, birliklar uchun esa subject verbga verbdan keyin ses qo'shiladi. Anvar goes to school every day. Anvar goes to school, ya'ni go bormoq fe'liga ses qo'shilyapti. Ya'ni Anvar maktabga har kuni boradi. Inkor shaklini yasashimiz uchun esa subject do not does not verbdan foydalaniladi. So'roq shaklini yasash uchun esa do does subject qo'shilgan verb bo'ladi. Masalan, inkor shaklida I don't cook lunch on Sundays. Yakshanba kunlari men obed pishirmayman. So'roq shaklida do you often play football? Tez-tez futbol o'ynaysanmi? Ya'ni doim takrorlanib turadi.